Xonimlar va janoblar, hammaga assalomu alaykum. Siz bilan doktor Ma'ruf Muradovich va biz Renessans klinikasidamiz. Hozirgina konsultatsiya o'tkazdik va bemorimizda tana vazni ortiqchaligi bilan bog'liq muammolar bor va operatsiya olishdan отказ qildik. Ya'ni IMT 30 dan yuqori. IMT 30 dan yuqori bo'lgan bemorlarda operatsiyaga olmaymiz deb ko'p aytamiz va ko'pchilikdan savol kelyapti. IMT nima bu? IMT bu tana vazni hamda bo'yni соотношениесі. Buni aniqlash uchun IMT kalkulyator deb Google ga poisk beradigan bo'lsangizlar, kalkulyator chiqadi. U yerda vaznlaringiz hamda bo'ylaringizni yozsangizlar, IMT ni keltirib chiqaradi. Tana vazni katta bo'lgan bemorlarda esa aynan bugun konsultatsiya qilgan bemorimizning holatlarida tana vazni ortiqcha plus еще ko'kraklari ham katta. Bunaqa holatda operatsiya bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Birinchi bosqichda ko'kraklarni kichraytirish amaliyotini bajarib beramiz va bu operatsiyadan keyin bemorimizga ancha qulaylashadi. Harakatlanish, sport bilan shug'ullanish, umuman turmush tarzi qulaylashgandan keyin ozishga motivatsiya ortadi. Ozganlardan keyin IMT 30 ga yoki 30 dan past bo'lgan holatlarda esa figura korreksiyasi operatsiyalarini bajarish imkoniyati bo'ladi. Ya'ni IMT tana hamda bo'y соотношениесі 30 dan yuqori bo'lgan holatlarda figura korreksiyasi operatsiyalarini bajarish tavsiya etilmaydi.